Uyingni bankka qo'yib, bankdan kredit olamiz. Bahonada qarz quzlaringdan qutulasan. O'g'lingizni yuragida nuqsoni bor ekan. Zudlik bilan Germaniyada operatsiya qilmasak bo'lmaydi. Hech pul xarajat bo'lsa, men hammasini topib kelaman. Faqat bolam masraf qolsanglar bo'ldi. Farzandim operatsiyasiga hech qayerdan pul topamayman. Iltimos, ozgincha yordam berib turing. Savdo markazidagi ishchilarning oyligini aniqlab bera olmayapman. Xafa bo'lmaysiz. O'rtoq, hamma yoqqa bordim. Hammaga yalindim. Oxirgi imkoniyatim sensan. Jiyaning bankda yotibdi. Puldan ozgincha yordam berib tur. Sani sharoiting bor-ku. Uying dokumentlarini olib chiqa olasanmi? Yo'q, olib chiqib bera olayman. Dokumentni nima qilasan? Uyingni bankka qo'yib, bankdan kredit olamiz. Farzandingni ham davolab olasan. Bahonada qarz quzlaringdan qutulasan. Bo'ldi o'rtoq, men unda dokumentlarimni olaman-da, mahallan boshli bankda ko'rishamiz. Bo'pti. Mana o'rtoq, kreditni ham oldi. Plastik kartochkani nomingga ochtirdi. Endi hisobingga 2 kunda pul tushadi. Bo'ldi. Ketdi o'rtoq. 2 kundan oshdi-ku, men hali ham pul tushmayapti. Uyga borib ko'rsammikin, ha? Aka uyda hech kim turmaydi. Dubayga ketishgan. Dubayga. Voy, men endi nima qilaman? Voy. O'rtoq, meni kechir, mendan o'tdi. Uni ustiga seni aldadim. Hamma bizneslarim kasodga uchradi. Uyimdan ham ayrildim. Farzandlarim kasal bo'lgan. Alloh uchun meni kechir o'rtoq.